Xo'p, avvalambor assalomu alaykum barchaga. Yana bir bor hammaga xayrli kun, xayrli kech, tashqi kech bo'ldi shu. Xo'p, o'tgan mavzularni takrorlab o'tirmaymiz. O'tgan mavzular o'tirgan hammasi. Bugun sizlar bilan bozor turlari haqida gaplashamiz. Men bugun sizlarga asosan lot haqida ma'lumot berib o'tib ketay. Lot razmerlari haqida ozgincha ma'lumot berib o'tib ketaman. Xo'p. Men sizlarga qoralama qilib qo'ydim. Qoralama nima? Ya'ni bizda mana bunday holatdagi narsa bor. 16 qilsak ham bo'lar ekan. Xo'p, qaranglar. Risk management, money management uchun lot qiymatlarini nima? O'zimcha belgilab chiqdim. Nima uchun? Qaranglar. Bu yerda bizda informatsiya uchun aytib o'tib ketaman. Kimdir inglizcha tushunishi mumkin, kimdir tushunmasligi mumkin. High yuqori degan ma'noni bildiradi. Yuqori, mid o'rta degani, xo'p, low quyi degani. Ya'ni ki past. Xo'p, bu nima uchun kerak? Endi qaranglar. Agarda balansinglar minimal tarzdagi holat bo'lsa, aytaylik $50 bo'ladigan bo'lsa, agarda siz 0.10 kiradigan bo'lsangiz, shu balansdan 0.10 savdoga kiradigan bo'lsanglar, bu balansga nisbatan high risk bo'ladi. Ya'ni ki juda ham yuqori risk bo'ladi. Juda ham katta risk qilgan bo'lasizlar. Bunday holatdagi risklarni odatda skalperlar, razgonchilar ishlatadi. Tez bo'lsa, tez chiqib ketish mumkin. Lekin $50 ga 0.10 ochish momentalni bozorni сделкаларni minusga olib kirish degani. Nimaga momentalni minusga olib kirish? Chunki biz bilamizki 0.01 da lotda 10 pipsimiz $1 ga teng. To'g'rimi? 0.10 da esa 0.10 lotdan 10 pipsimiz $10 ga teng. Hozirgi holatda 0.10 ochadigan bo'lsangiz, siz 50 pipsda, 50 pips, prime 50 pips bor, 50 pips yurib beradigan bo'lsa, $50 plus minus bo'lishi mumkin. Nimaga plus minus? Chunki foyda ham bo'lishi mumkin, zarar ham bo'lishi mumkin. Bu qanday holatda? Ya'ni agarda siz xohlagan zonadan bozor siz xohlagandek yurib beradigan bo'lsa, demak siz foydada bo'lasiz. Aksincha ursa, o'sha avtomatik tarzda bozor sizni likvidировать qiladi. Ya'ni bu bozordan chiqarib yuboradi va hisobingiz sliv bo'ladi. Aynan shu narsaga diqqat bilan e'tibor bering. Aytaylik, balansiz $500 bo'ladigan bo'lsa, bir lot bu katta risk degani, 0.50 o'rtacha degani. Lekin bu o'rtacha emas. O'rtachadan ham yuqori, 0.50, $500 uchun. Bu holatdagi men risk menejmentlarni yozib qo'yganman. Oldingi informatsiyani yozganman, ya'ni ilgari shunaqa ishlasa bo'ladi, spokойно tilda. Hozir unaqa ishlasangiz bo'lmaydi. Maza qilmaysiz. Nimaga deganda, juda ham tez yuradi, juda ham kuchli bo'ladi. Aytaylik, bugun o'zida mana shu aytalibdan buyon pastgacha tushgan qiymati 973 pips tushgan. Masalan, mana bu holat. Bu qachon bo'lgan? 1-iyun kuni. Bitta tushdi, 973 pips tushyapti. 0.10 da mana shu yerdan kirib, mana shu yerda yotganlaringizda $973 bo'ladi. Tushundinglarmi? Bugun o'zida mana shu yerda o'zining chiqish zonasi 788 pips chiqib beryapti. Tushunasizlarmi? Aytaylik, balansingizda $1000 bo'lganda ham siz 0.10 mana shu yerdan adashib selib qo'yganlaringizda bozor yuqoriga ketdimi, $788 minus qilgan bo'ladi degani. Xo'p, shu uchun ham darslikda deb aytayman, biz savdoga kirishdan oldin tasdiq olishimiz kerak. Tasdiq olib savdoga kirish zonalarini aniqlab olganimizdan keyin balansimizni, riskni kontrol qilishni o'rganishimiz kerak. Xo'p, har qanday shotga 0.01 dan kirishni maslahat beraman. Minimalni risk bilan. $1000 ni ham e'tibor bering, 0.10 emas, 0.01 dan kirishni maslahat beraman.
va o'sha 0.01 dan agarda zonalaringiz yaxshi, kuchliroq bo'lsa va ideal tarzda siz stop loss take profit qo'yadigan bo'lsanglar, mana bu holatdagi lotlar bilan kirib bemalol stop lossinglarni qo'yib ushlab tursanglar bo'ladi. Lekin $200 dan pastiga darcha stop loss qo'yish menimcha hojati ham yo'q, imkoniyati ham yo'q deb o'ylayman. Hozirgi holat bo'yicha tilda savdo qilmoqchi bo'lsanglar, lekin valyuta juftliklarida, indekslarda savdo qiladigan bo'lsanglar, bemalol narsani qo'llasanglar bo'ladi. Xo'p, endi bizda mana bu bizni balansimiz deb hisoblasak, balansimizni biz 4 qismga bo'lsak, mana shu balansimiz 4 qismga bo'lsak, mabodo siz kattaroq risk qilmoqchi bo'lsangiz, maksimum 25% ni risk qilishni maslahat beraman. Nimaga 25% ni risk qilishni? Aytaylik, siz $1000 balansingiz bor va ushbu $1000 bilan savdo qilmoqchisiz, grubo говоря. Agarda sizga ochgan bitimlar, pay ochasini, sell ochasini farqi yo'q. Bozor sizga qarshi ketib qolsa va o'sha minus darajasi $250 bo'lsa, stop loss qo'ymagan bo'lsangiz ham, take profit qo'ymagan bo'lsangiz ham, zilkani yopishni maslahat beraman. Bu mana chist o'zim maslahatim. Va keyinchalik savdoga kirishni maslahat beraman. Nima uchun zilka yopish maslahat beriladi? Sababi biz balansimizni 4 ga bo'lganmiz, to'g'rimi? Demak, birinchi qismini umumiy hisobda minus qilsak, keyinchalik biz yana 3 marotaba bemalol foydalanishimiz mumkin degani. Agarda yo'q, zonangizga uverin bo'lsanglar va yana o'sha joyga chiqib berishni kutadigan bo'lsanglar, aniq ishonsanglar, unda balansingizni 50% gacha riskigacha ushlab tursangiz bo'ladi. Bu o'zingizlarning xohishinglar, men ushlab turinglar demoqchi emasman. Analizinglar uverinli bo'lsanglar, ushlab tursanglar bo'ladi degan maqsadda aytyapman. Ya'ni siz 50% gacha va 50% dan ko'proq ushlab turdingizmi balansga nisbatan? $1000 balansingiz bor, $500 minusda turibdi ochiq zilkalarsiz. Siz umuman zilkani yopmasangiz ham bo'ladi o'sha. 50% gacha va 50% dan yuqoriroq minus ushlab turdingizmi, bo'ldi. Yo slivgacha ushlab turing, yoki kamida xuddi shunday holatdagi 25% foyda bo'lmaguncha zilkalarni yopmang. Agarda bozorda ochilgan bitimlaringiz ko'payib ketdi, kutib turibsiz va bozor siz xohlagan, aytaylik, mana bu zonadan pay olish boshladingiz. Bozor asta-sekinlik bilan pastga tushish boshladi. Siz yana qo'shildingiz savdoga, deylik. Bozor sekin yuqoriga chiqdi. Deylik, mana shu yerlarga kelganda sizni balansingiz 0.0 ga teng. Agarda siz ushbu holatdan bozor yuqoriga ketishiga uverin bo'lmasanglar, uje balansingiz 0.0 hisobda hech bo'lmaganda 25% gacha bo'lgan qiymatda. Bu -50, -100, 150, 200, 250 bo'lishi mumkin. Shunaqa qiymatda ushlab turish o'rniga zilkalarni yo'qorsanglar bo'ladi. Agar dash ketishiga uverin bo'lmasanglar. Agar uverin bo'lmasanglar degani, demak bozor pastga ketdi va yuqoriga chiqayotgan kuch sekin kamayyapti va mana bu yerda qanaqadir zonalar ko'rasizlar, kuchni ko'rasizlar, kamayyapti. Demakki bozor pastga ketishidan ehtimol bor. Shundan qo'rqasizlarmi? Lutchi minusda bo'lsa ham zilkani yopinglar. Mayli tepaga ketsin, mayli pastga ketsin. Qo'rqdinglarmi? Bozor yurishiga uverin emasmisizlar? Shunchaki minusda bo'lsa ham bitimlarni yopamiz. Darsh ketishiga prem ishonsanglar, unda ushlab turaveringlar. Kamida 25% foyda bo'lguncha ushlab turaveringlar. Toki birga bir foyda qilmagunizcha. Chunki siz uje 25% gacha ushladingiz, qisman yopib bezbetga qilib qo'ydingiz va bozor mana shunday holatda yurdi. 50% gacha yurdi. Yana darsh ketayotgan bo'lsa, siz 100% balans yo'qotishga tayyormidingiz? Demak, ras ushlab turmoqchi bo'lsangiz, birga bir holatda ham ushlab turishni maslahat beraman. Bu men chist o'zimni sizlarga maslahatim. Albatta o'zingizlar qaror qabul qilasizlar. Kichikroq balans bilan bozordan sezilarli darajada juda ham katta foyda olib ketish qiyin. Agar siz rasgonchi bo'lmasangiz. Lekin olsangiz bo'ladi. Bu albatta praktika orqasidan kelib chiqadi. Bir daqiqa. Tak, bugungi holat bo'yicha men aytdim, agar 100 ta oluvchi yig'sak, signal berib turaman degandim. To'g'risi gapda. Signal berib turaman degandim. Bor yo'g'i kecha kelib 100 tadan oshirdik. Yurakchadan. Chiqsa yo'q.
Demak, endi ertadan boshlab signal beraman. Sizlar nimani o'tkazib yubordinglar bugunning hisobiga, men sizlarga hozir ko'rsataman. Prosta nimani o'tkazib yuborganliklarini tushunishinglar uchun. Mana, bu meni bugungi bitimim. Kecha tashlagan depozitim esingizda bo'lsa, kecha skrinshot tashlagandim $500. Balansga sof foyda $2000 bo'ldi bir kunda. Bu qanday holatda bo'ldi? O'shani ham hozir tushuntirib beraman. Nagliyatni. Xo'p, mana bu harakatni ko'rasizlar. Mana shu harakatni ko'rasizlar. Mana shu joyda mana ishlab oldim. Xo'p, qanday bo'ldi? Aslida bozor trend harakat qilgan. Oddiy o'zimizdan oddiy kecha o'tilgan mavzular, undan oldingi o'tilgan mavzular takror tushuntirilyapti. Sizlarga yana ham ko'proq praktika bo'lishi uchun da. Oddiy trend harakati buzildi va yuqoriga ketishni boshladi. Men payga ishlay olmadim. Aslida men payga ishlamoqchi edim, lekin bozor yopilib qolganda men zilqa ochishga ulgurmadim. Chunki buzilgandan keyin atkat bo'ladi va atkatda doim ketadi. Atkat bizning atkat joyimiz ham qayerdan to'g'ri kelyapti? Bizni oltir borimiz zonasidan to'g'ri kelyapti. Xo'p, endi bozor yuqoriga ketdimi? Yuqoriga ketish jarayonida mana bu trend liniyani ko'rdim men. Bu trend liniyani M5 da ko'rganlar, menimcha bo'lsa kerak bugunning hisobiga mana shu trend liniyani ko'rdim. E'tibor beramiz. Balansim 500 bo'lganligi uchun kamroq kirgandim. Qaranglar. Bozor buzdi. Ertasiga chiqdi. Men sel olishni boshladim. Ozgincha pastga tushdi. Tushgan qismi 68 pips va yuqoriga chiqishni boshladi. Demak, 170 pips yuqoriga chiqdi. Aynan mana bu yerdan kirgan ikkita bitimim umumiy hisobda 2 dona bitimim o'zi mana shu yerdan kirgan. 0.01 dan ikkita kirganman. $34-35 minusda turgan degani. Ikkita kirganman. Atkat bo'lganda mana buni buzilishdan yana qo'shilaman degandim. Qo'shilolmadim. Yuqoriga chiqdi, mana yuqoriga chiqdi, pastga tushdi, yuqoriga chiqdi. Mana shu holatni ko'rganimdan keyin, mana e'tibor beringlar mana shu joyga, mana maksimumda yangilandi. To'g'rimi? Minimumi bor, pastga tushdi, minimum yangilandi, yuqoriga chiqdi, maksimum yangilay olmadi va pastga tushdi. Atkat bo'lishni boshlagandan keyin mana shu yerdan men bitim ochishni boshladim. Nimaga aynan shu yerdan ochishni boshladim? Mana bu yerda menda engulfing shamdoni bor edi. Buni biz order box sifatida ko'rsak bo'ladi. Yana ham ko'proq bitim ochishni boshladim. Mana shunga asoslangan holatda bozor ketishni boshladi. Xo'p, birinchidan bu shamdon, ikkinchidan mana bu minimum yangilanishi va bozor ketma-ketlikda davom etishi bo'ldi. Xo'p, ko'proq kirdim. Men bu kelganda ozginasini yopdim. Yana atkat qilganda yana bir marotaba kirdim. Chunki men aynan mana shu yerda o'zida yana ichki trend ko'rgandim. Bir daqiqa. O'zimiz rang qaytasiga bo'ladi. Mana shu yerda o'zida ichki trend ko'rdim. Shu hisobiga men o'sha atkatdan yana kirishni boshladim. Mana shu yerga kelganda men foydada edim. Atkat qilib chiqdi. Va men ushbu pambetgacha sel olib boshlaganmanmi? Atkat bo'lganda men minusda turgandim men bitta. Minusda turgandim. Umumiy hisobda adashmasam $300 minusda turdim. Mana bu yerdagi foydalarimni yopib boshqa qilib balansim $800 bo'lgandi. Va $300 minusda turdim. Va shu joydan ko'proq savdoga kirishni boshladim. Har minimum yangilanganda bitimlarimni yarmini yopishni boshladim. Mana minimum yangilandi, bitim yarmi yopildi. Va yana qisman bizbitga qilib qo'yaverdim. Atkat bo'lyaptimi? Yana keldi, yana mana bu minimum yangilandi, yana yarmi yopildi. Yana atkat bo'lyapti, yana pastga tushib boshladi, mana minimum yangilandi. Xuddi shu tarzda mayda-mayda yopib qo'ydim, oxirida 0.1 qoldi, men hammasini keyin yopib yubordim. Umumiy hisobda mana shu yerda o'zidan 400 pips tushib bergan. Va aynan shu shoshmasdan bitta ishlaganim uchun shunaqa natija qildim. Demak, birinchi o'rinda yetkazganiga shukr. Men nasib ekan oldim, bo'lmasa ololmasdim. Bo'ldi. To'g'risi signal bermoqchi edim, qarasam даже olovchilar 100 donagina yig'ilmagan. Bu aytganimdek, kanalimni 6000 ta odam bo'lsa, har bitta postimni kamida 1000 ta odam ko'ryapti. 800 ta, 1000 ta, 1700 ta, 2000 tagacha chiqib ketyapti. 1.5 ta, 1700 ta, 6700 ta odamimiz bor. Har kuni kimdir qo'shadi, kimdir chiqib ketadi. Kuzatib turaman-da har bitta kiradigan, chiqadiganlarni. Gruppadagi har bitta kiradiganlarni, yozadiganlarni ham kuzatib turaman men.
Tak. Ovoz eshitilyaptimi hammaga? Men hozir ko'rib qoldim gruppani. Shuncha gapimda ovoz yo'q desanglar, lekin bor, janjal qilaman. Chunki mikrofon ochiqda ham jim o'tiribdi. Demakki ovoz eshitilgan. Ovoz bor, normal ovoz. Ha, bu demak sizlarning internetingiz yomon. Demak sizlarning internetingiz yomon, to'g'ri olasizlar. Xo'p, endi men nima demoqchiman? Mana bu qoida sizlarga har doim ham ideal holatdagi natija olib kelmaydi. Lekin siz agarda shunaqa holat qilmoqchi bo'lsanglar, mana dollar qilmaymizda biz hozir nima qilamiz? 25% qilaman men. 25% qilaman, kitob hammaga tushunarli bo'lishi uchun. Xo'p, endi shu qoida esingizda qolsin. Men grubo говоря 25% dedim. Nimaga? Balansinglar kichik bo'lsa, ko'proq kattaroq qilib, kattaroq foyda olishni xohlaysizlar shu uchun. Lekin yana ham kichikroq qilsanglar bu ideal bo'ladi. Aytaylik 10% risk qilsanglar. 10% risk qildingizlar balansga nisbatan. Yana sizlarga 10% risk qilsanglar, 10 tadan bitta risk qildinglar degani. Bittasi minus bo'lib qolgan taqdirda sizlarda yana 9 ta imkoniyat bo'ladi bozorga yana bir marta savdoga kirishga. Shuning uchun shoshmasdan kirishni maslahat beraman. Ras balans bo'layotganda 50% dan ko'proq minus ushlab turdinglarmi, o'sha takas ushlab turinglar. O'sha foydasi yo'q yopishinglar. Maksimum 25% bo'lganda o'sha yopishinglar kerak. Bu meni planim. Bu meni o'zimning trading rejam. Har bittalaringiz o'zingizga trading reja qo'yinglar. Har bitta bitimda qancha foyda bo'lganda men bitimlarimni, zelkalarimni yopaman. Qancha minus bo'lganda men zelkalarimni yopaman. Hammasini strukturni qilib, yozib, chizib qo'ymasanglar ham o'zingizlar uchun miyanglarda ushlab turinglar o'sha narsani. To'g'risi men shu vaqtgacha bir marta yozib chizmaganman. Meni Muzaffar Namozov degan o'quvchim borlar. Muzaffar aka doimo shaq qiladilar. Har bir kunni foydasini, har bir kunni zararini yozib chizib qo'yadilar. Umumiy hisobda bir oyda qancha aniq qilganim. Lekin men bir marta shu ishni qilmaganman, lekin agar shunaqa vaqtinglar bo'lsa qilib qo'ysanglar ham bo'ladi, bu o'zingizlar uchun. O'zingizlarni kontrol qilishingiz uchun. Xo'p, men buni kopiya qilaman. Asosiy kanalga tashladim. Kimgadir kerak bo'lsa, foydalanishingiz uchun screenshot qilib oldim. Risk management bo'yicha bugun o'zi indikator haqida boshqa indikator haqida mavzu o'tmoqchi edim. Lekin birdan birinchi o'rinda riskni o'tay dedim, chunki juda ko'pchilik balansini boshqara olmaydi. Bularga asosiy xato boshqalarning signaliga ishonish. Ras natija qilmoqchi bo'lsanglar, mana sizlarga imkoniyat, hamma narsa bepul. Faqat bepul emas, masalan, pulligi ham bor, boshqasi ham bor. Masalan, prям o'zingizga alohida vaqt ajratmoqchi bo'lsanglar yoki pul ajratmoqchi bo'lsanglar, sekinroq reklama qilib ketay. No. Ras bepuldan foydalanmagan odam qanaqa qilib pulligidan foydalanishi mumkin? To'g'rimi? Shuning uchun shunday ekan, o'zingizlarga bog'liq har bitta narsa. Shu uchun ham birinchi potokda men aytgan edim, boshqa treyderlarning kanalidan chiqib ketinglar. Nima uchun? Sizlar bittasini ushlaylar, bitta strategiyani ushlaylar. O'zingizlarga alohida trading plan, ya'ni reja yaratib olganingizdan keyin, risk menejmentingizni to'g'ri olib olganingizdan keyin boshqa treyderlarni bemalol kuzatsanglar bo'ladi. Men unga qarshi emasman. Men faqat birinchidan maqsadim men sizlarga bilim berish bo'lganligi uchun shu gapni aytganman. Hammani kuzatinglar. Qaysi treyder yomon demoqchi emasman. Har bittasining bilimini o'g'irlash kerak. Men birinchi o'rinda bitta yo'nalish ushlaysizlar, o'shani oxirigacha yetkazasizlar, ana undan keyingina siz boshqa treyderga o'tkazsanglar bo'ladi. Men chista o'zimga sizlarga maslahatim, bu maslahat bilan men boshqa o'quvchilarimga, to есть pulli darsga keladiganlarga beraman. Ya'ni, qaranglar. Bir samurayga kamida 8 xil urush qilish, jang san'ati o'rgatilar ekanda. 8 xil. Faqatgina bitta samuray bo'lgan ekan, faqatgina bittagina jang san'atini yoqtirar ekan. Shunda u samurayni o'qituvchisi, endi biz o'qituvchisi nima deydi? Ustozi deylik. Ustozim, endi o'qituvchisi, masterimi kelib, agarda sen qolgan 7 tasini eplay olishingga ko'zing yetmasa va uni eplay ola olmayotgan bo'lsang, sen o'sha o'zing tanlagan bitta yo'nalishni shunaqa darajada mukammal qilginki,
qolgan insonlar san bilan 8 xil bo'ladimi, 7 xil bo'ladimi yoki undan ham ko'p xil usulda urushgan taqdirda ham sani bir dona usuling, bir dona jang san'ating ideal bo'lsin degan. Ya'ni, men nima demoqchiman? Siz faqat trend liniya orqali ishlamoqchimisiz? Siz trend liniya haqidagi ma'lumotlarni shunaqa ideal o'rganingki, boshqa narsaga umuman e'tibor bermasanglar ham bo'ladi. Bu men chista maslahatim, xohlasanglar. Men qanday qildim? Men birinchi o'rinda eng ko'p qiladigan xatoim boshida hududlar edi. Hududlarni shunaqa ideal o'rgandimki, ishoninglar, bir oy to'xtovsiz dars ko'rdim. Keyingi oy to'xtovsiz praktika qildim. 3 oy ichida men hudud qanday ishlash kerakligini, qaysi holatda hudud ideal tortib olishi mumkinligini tushunib yetdim. Mana undan keyin po praktika men 3 oy vaqt ajratdim-ku. Shunchaki bozorda ko'rsam, даже men chizmasam ham naglядно qayerda hudud borligini bilaman. Prosta chizishga o'rganib qo'yganman, sizlarga ko'rsatishga, boshqa narsaga. Men prosta chizishim shart emas, qayerdan nima bo'layotganini juda ham yaxshi bilaman. Trenddan ham boshqasini ham. Har bitta o'rgangan mavzumga men kamida bir oy vaqt ajratganman. Kamida bir oy. Men ko'proq ingliz tili darsligida ko'rganligim uchun ba'zi so'zlarga tushunmagan vaqtim qayta-qayta ko'rganman. Lekin ingliz tilida to'g'risi informatsiya juda ham ko'p beradi. E'tibor bergan bo'lsanglar, men Telegram kanalimda sizlarga beradigan kitoblarim ko'pisi ingliz tilida. Chunki ma'lumotlar noto'g'ri tarjima qilinmaydi. Xo'p. Juda ham ko'p gapirdim bugunga. Kimda qanday savol bo'lsa, mikrofon yoqishda so'raysizlar. Men sizlarga mikrofon beraman. Bemalol savolinglarni so'rashinglar mumkin. Aytganday savol berish ham bepul. Bu kanalda faqatgina offline kurslar, individual kurslar pulli. Alaykum assalom, assalomu alaykum. Agar men namusizdan bilmayman, internet ovoz kelmay qolibdi-da, bir mudda ikkimda ovoz umuman kelmay qolibdi. Dars zapis qilish iloji bormi aka? Xo'sh. Qolganlarda ham shunaqa muammomi? Sizlarga ham ovozim yaxshi bormayaptimi? Ya'ni kimga ovozim yaxshi bormayapti? Mikrofonni yoqib aytaylik. Ovoz boshidan oxirigacha ovoz zo'r, faqat kamroq kirib chiqish kerak-da. Mana hozir ham 7 kishi, 8 kishi o'ynab kirib chiqyapti-da. Iloji bor. Demak, o'zingizlarning internetinglardan ekanda, o'zingizlarning internetinglardan ekan. Zapis to'g'risida aytaman, xafa bo'lish yo'q. Men darsni keyinchalik yana bir marta o'tkazib berishim mumkin, lekin zapis qilib bermayman to'g'risi. Foydasi bo'lmaydi. Yana qayta o'tib berishim mumkin. Zapis faqat Prime kanalim bor, Prime kanalim pullik, o'sha yoqqa tashlab qo'yaman. Chunki real hech kim anaqa qilgani yo'q. Qadriga yetmayapti deydi-yu, shuni hisobiga xafa bo'lmaysizlar. Darsni mayli, qaytadan o'tib beraman. Jalq emas. Yana bir marta efir qilib, yana bir marta o'tib beraman. Umuman qizig'i yo'q. Lekin zapis qilib bermayman, kechiringlar. Keyingi savol kimda? Yana qanday savol bor? Bek, mikrofonga dostuk berdim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Katta Rasul aka, yaxshimisiz? Aka, Assalomu alaykum. 45:01 dan bakirib bo'lganmiz. Aha. Qaytib qolarmikin? 45:01 yema. Qaytsa ham to'g'risi mana shu trendinglarni o'ziga kelganda qaytishi mumkin. Maksimum qaytish joyi mana shu 45-12 gacha bo'lishi mumkin, maksimum. Agarda trendni buzib o'tmasa, agar trendni buzib o'tadigan bo'lsa, dars seriga ketadi. Lutchi variant stop qo'yishni maslahat beraman. Mana shu minimumni stop qo'yinglar. Yoki agarda men bu holatlarga keladigan bo'lsa ham, juda kattaroq ushlab turmoqchi bo'lsanglar, mana shu yerga qo'yish kerak. 4473 pul ekan, juda katta minus bo'lib ketib qoladi. Shuni hisobiga mana shu holatdagi minimumga stop qo'yishni maslahat beraman. 73 ga oxiri. Oxiri 73. Rahmat. Ha, gap yo'q, rahmat aka. Joningiz sog' bo'lsin. Aka, bugun qo'shildim-da bu gruppangizga. Xo'p. O'tgan darsliklar videosini qanaqadir o'tgan darsliklar Telegram kanaldan, asosiy kanaldan sal teparoqqa chiqsangiz darsliklar bor ekan. Hammasini zapis qilib qo'yganman birinchi potoknikni. Aha, rahmat aka. Xo'p, salomat bo'ling. Ruhiya Rasulova dostuk berdim. TM nimadir demoqchimidingiz? G'ayrat aka, siz qaysi immuniy savdo usuli, mana samurayda aytyapsiz-ku, bitta jang usuli, eng
asosiysi eng tez nima o'rganadiganimiz o'shanaqa bitta strategiya bo'yicha bitta dars qila olasizmi hozir? Prям hozir Bitta qilib usul berolmayman. Real qilib berolmayman. Hozir individual darsim bor. 21:30 da Assalomu alaykum. individual Yaxshimisiz, onlayn sizlar? darsim bor. Aha. O'sha Eshitilyaptimi? Koreyaga ketganlar o'qishga, shuni hisobiga onlayn o'qitaman uchini. Allo. Ну, 5 umid kechiksam hech narsa qilmaydi, lekin bitta narsani alohida o'rgatib berish uchun ozgincha vaqt ko'proq kerak baribir. Tushunasiz o'zingiz, darsim bor shuni hisobiga. Bugun emas yoki keyingi darsga bu haqida gaplashsak bo'ladi yoki bo'lmasa qisqa qilib aytadigan bo'lsak, men faqat klassikada ishlataman. Bo'ldi. Klassikada? Ha, klassika bo'ldi. Boshqa narsaga boshim qotirmayman, chunki men o'rgangan vaqtim ham klassika edi. Men o'rgangan vaqtim qanaqadir strategiyalar, men вообще biznes strategiyalarim bor, uchargalarim bor, ideal ishlaveradi degan narsalar yo'q edi. Shuni hisobiga faqat klassika. O'zi bizga dars o'tishingizdan har doim o'sha klassika to'g'risida gurung qilasizda. Faqat klassikada savdo qilaman. Faqat klassika. Ishlayman deb. Da. Bo'ldi, tushunarli. Shunaqa. Xo'p. Labay? Qaysi kunlar dars bo'ladi, qaysi kunlar har kunmi, haftada necha kun? O'zi har kuni qilmoqchi edim. Ertaga chorshanba bo'lsa, ertaga ham qilishimiz mumkin. Men yozaman. Ertaga dars скорее всего bo'lmasligi ham mumkin. Yo'q, payshanba bo'lmaydi aniq. Payshanba bo'lmaydi aniq. Вот ertaga bo'ladi, lekin ertaga men dars o'tib berishga harakat qilaman. Bitta yana taklif bor edi. Xo'p. Shu dars bo'ladigan kunni iloji boricha kun yarmida 12larda Telegram gruppada shunday o'zingiz yozsangiz soati bilan zo'r bo'lardi. Bo'ldi, uni masalasi yo'q. Bo'ldi. Men просто kecha aytib qo'ydim-da, bugun dars bo'ladi deb, shuni hisobiga bugun dars qo'yganman. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Alaykum assalom. Assalomu alaykum Labbay. Qarang, shu darsingizga hozir kirdim. Internet yaxshi ishlamayapti menda. Shunga katta bo'lsa ham bir tushuncha berib keting, o'tilgan dars bo'yicha hozir. Prям hozir ulgurmayman, opajon, to'g'risi. Hozir darsim bor 7 minutdan keyin. Individualim bor, ran ulgurmayman, opajon. Ertaga dars o'tib berishim mumkin qaytadan. Lekin hozir ran o'ta olmayman, darsim bor. Assalomu alaykum. Xo'p, rahmat. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Charchamayapsizmi, ishlayapsizmi?